Men şu uyamda eng jaq ko'rdigan, eng qiziqib ko'rdigan programmam hayvonotlar dunyosi. Çünkü men hayvonotlar dunyosida ko'rish jarayonida hayvonlar o'rtasidagi ijtimoiy aloqa, hayvonotlarning shu hayot kechirish uchun qo'llangan nurg'un usullari, hatto qushlarning shu daraxtlar selib olgan uylari, hatto kuylash mezgillardagi kishi va erkak qushlarning, erkak hayvonlarning, kishi hayvonlar bilan muhabbet izhor qilishlari, qushlarning hammasi nimasi meni o'ziga ajablanib qoldi. Chunki hayvonlar insonlarga o'xshamay g'ayri ulardagi hamma narsa rost narsalar. Butunlay rost narsalar. Eng muhim nimasi insonlarning hamda bizning reptile brain deymizmi, shu hayvoniy ming qismimiz bor. Bu qismimiz onun intan kuchli bo'ldi. Hamda hayvonlardan farqimiz nimasi? Bizning bu cortex, ya'ni tano pisan. Yani çoğumun postlakovning oldingi mushu qismi hayvonlarda yo'q. Bizning bu qismimiz bizning hayvonlardan birdan-bir farqlangan yerimiz. Bu qismimiz ham shu atalmış ong qismimiz shu. Şu biz hayvonlarni ong hayvon, o'zimizni ongli hayvon deb qaraymiz. Shu hayvonot dunyosini ko'p ko'rish orqali ba'zida odamlarning yushun chiqarmagan, ammo chiqadigan ba'zi tabiiy aslidagi mohiyatni ko'rib oldi. Endi hozir zodi hayvonlarda ong bormi yo'qmi to'g'risida olimlar qattiq talash-tartib qilyapti. Mening ko'z qarashimni ilib aytganda hayvonlarda insonlardek bunday kuchli ong yo'q. Masalan, ong deganimiz o'zini tunish, boshqalarni tunish degandek. Ammo hayvonlarda ojiz ong bor. O'tganda shu dunyoda eng danqi chiqqan bir foto rasm, mukofotlashgan bir foto rasm e'lon qilindi. Bu foto rasm nimasi? Bir bug'a. Ya'ni bu bug'ini bir topshir yeyman deb kelganda bu bug' qochmagan. Ash surat ham. Hech qanday qochmagan. Az normal sharoitda ketish kerak, ammo u qochmagan. Chunki bu rasmning haqida nima hikoya bor ekansa, bug'a shu fotografni tasvirlab berishicha, u ash rasm tortayotgan vaqtda bu bug'ning bolasini bor ekanda, demak bu yerda bug'a qochsa, bola shu tarafda yilib ketgan gap. Shunga bug'a qochmas orqali bolasi qochadi, u qochishqaliqqa vaqt yaratib berish uchun shirlarni o'ziga jalb qilgan. Bu bek dangliq surat. Bu yer nima aytsa, bug'a o'zining hayotidanmi, bolasining hayotini muhim o'ylatdi-da. Onundan boshqa masalan qushlar bo'lsin, jilonlar bo'lsin, bularning balları bo'ldi. Bu ballarning yemeklik izlab tepish iqtidori bo'lmaydi. Shu nurg'ulgan ona hayvonlar, ana qushlar misol yemeklik izlab bu balasiga yemeklikni berdigan gap. Endi bir savol berdi. Meni bir xil o'ylantirdi-da. O'zim savol qo'yman-ku men. Zodi bu bir ana qush, shu ana qush yemeklik keldi. Bu balasiga saldi buni. Og'zini ichib turdi-ku balasi. Zodi bu yerda ana qush avval qusqun to'yg'izib olib, ondan yemeklikni bala qushga berdimi? Yoki balining qusqun to'yg'izib yutib, ondan onasi o'zi yemdi. Masalan, biz insonlarda bizda ong kuchliq bizda. Biz qanday qilamiz desa, ko'pincha analar endi. Tabufin analar. Cho'qim balasining qusquni to'yg'izib yutib, ondan tomoq yeydi. Chunki balasining qusqu to'ymay turib, o'zining tomoq yegizim kelmaydi. Singib ketgan. Hayvonlardi-chu, hayvonlar qanday bo'ldi? Bu bir savol belgisi. Bugungi bizning hal qilgan ishimiz bu emas. Bugungi hal qilgan bu faqat men sizlarga deb ketgan bir o'zimning texish topolmayotgan bir masala. Shu bir qitimliq hayvonotlar dunyosini ko'rish jarayonida men bir narsa ko'ra qoldim. Buning bir tuyuq qush bolasi. Bu tuyuq qush bolasi tuxumdan endi chiqadi. Shundalan tuxum yerib chiqadi. Chiqibla qarasa setlan. Setlan endi tuyuq qushning eng cho'ng qushi. Bu setlanni ko'rib beshini qumib tiqib oldi. Chunki boshqa tuyuq qushlar shunday qildi ekanda. Ammo boshqa tuyuq qushlarning setlanni ko'rsa, yushurni velishni biz bilalaymiz. Ammo tuyuq qush bolasi hamda u tuxumdan endi chiqqan, u
u hech kim bilmaydi. Ota-onasi mugetmedi, dadasi mugetmedi, oyisi mugetmedi, qaynapisi mugetmedi, hech kim mugetmedi. Ammo u cho'disa, u tuxumni chiqarib, setlarni ko'rib, qumning ichiga yushinib olgan. Biz buni nima deymiz? Binning deymiz. Binning degan nimasi? Bu degan bir xil tug'um iqtidor. Tug'andil bo'lgan tug'um iqtidor. Uni hech kim mugetmaydi. Unda insonlar cho'sa, insonlarda bunday tug'um iqtidor intayin jiq. Hech kim mugetmasmi? Shartsiz refleks bilan biladigan. Ham insonlarning tug'um iqtidorining ichida bugun biz tilga oladigan iqtidor yangi narsalarga qiziqish, yangi narsalarni o'rganish. Odamda tug'mim shundoq bir xil binning bo'ldi. Bu xil binning qancha qanoatlangansiri insonning ro'yiti, odamning psixikasini ajjallanib, u ajoyib bir xil baxt tuyg'usi yoki bizning puxrayvat olg'imizda xushal bo'ldi. Shunga bu vaqtlar tug'ilib butun narsa uning uchun yangi bo'lganligi uchun uning zerikish degan narsa bo'lmaydi. 3 yoshlik bolami 24 soat o'ynay oladi. Nima ish qilsa uning uchun hamma narsa shundoq yangi. Bu yangi bo'lganligi uchun uning bir xil naydi. Yangi shaylarga bo'lgan yirishmanlik uni bir xil o'ziga jalb qildi. Ammo cho'ng bo'ldi. O'ynaydi, yana o'yin shu, yana ko'z shu, yana o'yin shu, yana ko'z shu. Bu zerikishga boshlaydi. Shundan bundan tushkulish boshlaydi. Taku yana bir yangi narsani o'rganmagan qatar. Demak, bu yerda yangi bir narsa o'rganish nimasi odamga haqiqiy xushallik berishlaydigan narsa. Odam hech qanday narsaga erishib xushallanmaydi. Erishib xushal bo'laman deb qaraydi. Ammo xushal bo'ladi, xushallanmaydi, hayajonlandi, vaqtliq. Ammo cho'sa u yana tiksizlik bilan tuvallab, yana aslida qolatga qoldi. U yana bir narsani o'rgandi. Demak, bu yerda biz bir formulani shakllantira olamiz. U bo'lsa nimasi? Yangi narsani o'rganish barobar xushallik. Odam yangi narsani o'rganishdan to'xtagan zaman uning bir xil tushkulishish, turmushning ma'nsizlik, u har xil ishlarni qilib boqadi-yu, ammo oxiri cho'sa yana bir xil ma'nsizlik chirmab ketgan gap. O'zimning psixik hayotimda ko'pincha vaqtimni nimaga sarf qildim desa, shu ro'y kasalliklarning sababini tepish va uni oldini olish to'g'risida jiqroq men vaqtimni va energiyamni sarf qildim. Endi yaqinda cho'dsam men shu ro'y kasal bo'lib bo'lgandan keyin kishilarning saqish, qandoq qilsa saqiydi to'g'risida. Albatta bir narsa esingizda bo'lsin. Saqishni oldini olish saqayishdan nechasi muhim. Bo'lapmi psixikada? Chunki saqishdan oldini olish bir qadar o'ng'ay, ammo kasal bo'lib bo'lgandan keyin saqaytmak bo'lib boshqa kasallarga qaraganda psixik kasallari bir qadar johil xarakterli bo'ladi. Ammo buning saqayganlar cho'dsa, men shu ro'y kasallab saqaygandan keyinki o'zining tajriba va o'zining tuyg'ularini tasvirlab yozgan nurg'un kitoblarni o'qisam, bu kishilarning, bu saqaygan kishilarning ko'pincha o'rtaq aloyiqli nima ekansa, u ma'lum bir kasbga qiziqib, shu kasb utuq qozonish orqali nima desa saqaygan. Yoki utuq qozonmagan taqdirda shu narsaga berilib, shu narsaga qiziqish jarayoni. Masalan, bir komediya artisti bor, Jim Carrey deydigan. Bu ig'ir darajada xomish qisilib qoldi. Keyin bu nimasi resimsiz resim qiziqish orqali o'zining ashxol kasallik asardan qutulganligini tasvirlagan. Demak, bu yerda yangi narsani o'rganish bizning hayotimizda ajoyib bir muhim bo'lgan bir ish hisoblanadi. Shunga men sizga desam, hamda shuni ko'rayotganlar ichida, agar sizning ro'y kayfiyatingiz tuvan bo'lgan bo'lsa, yangi narsa o'rganing. Yangi narsa. Chunki yangi narsa odamingizda dopaminni eng tez qo'zg'aydigan narsa. Dopamin kuchaydi degan gap odamda nurg'un masala hal bo'ldi deyiladi. Agar sizning shu oila ishlaringiz o'ng'ish qolmayotgan bo'lsa, yangi narsa o'rganing. Agar siz namrat bo'lgan bo'lsangiz, cho'qim yangi narsa o'rganing. Agar tishingiz og'riyotgan bo'lsa, yangi narsa o'rganing. Demak, yangi narsa o'rganish bizning hayotimizning bir qismi. Odam hamon bir narsa o'rgandi. Cho'qim bir narsa o'rgandi. Unda bo'lsa, menimcha hayotimizning ko'p qismi o'rganish bilan, bilish bilan, ma'lum narsani egallash bilan o'tgan ekan, cho'qim hayotimizning texmi kichik bir qismini cho'qim qandoq o'rganish sarf qilsak, menimcha xatolashmaymiz. Shunga bugungi darsimiz qandoq o'rganish. Odatimiz shu, ko'z ko'rmaydigan qari odamlarning xulqining normal odamlarga qaragan nechasi o'tkunlik bilamiz.
Endi o'xshash prinsip bilan qul qanglamaydiganlarning cho'si kurash tuyg'usi bek kuchli ketdi. Bu nimadan desa, chunki bizning miyamizda esingda bo'lsin necha trillionlagan neyronlar bo'ladi. Neyron degan nima esa shinjingvan. Shinjingvan degan nima esa nerv hujayrasi bu. Nerv hujayrasiga mundosh aytganda ishchilar, necha trillion nerv ishchilari borda. Unda olsa kurash uchun nima, ko'rdigan sezimni bilish uchun ishlaydigan nurg'un nerv tizimlar bor odatda. Ko'zning boshqurdiganlari mingning oqib bo'ldi. So'ng birisi mingimizning oqiga charaq urib etsa, ko'zimiz bir xil zing'ildab ketishning sababi shu. Quloqni boshqurdiganlar bo'ldi. Puroq sezimini boshqurdigan nervlar bo'ldi. U necha trillion nervlarda. Undasi bir ko'zi ko'rmaydigan odamning ko'zi ko'rmagan. Ko'zi ko'rmagandan bu ko'zning ko'rish uchun xizmat qiladigan nurg'un nervlar, ammo odamlarga o'xshab mening qiladigan ishim yo'q ekan deb o'tirib olmaydi. U darhol kim uchun xizmat qildi bo'lsa, quloq uchun xizmat qilaverdi. Shu tufayli ko'z ko'rmaydigan odamlarning qulqini o'tkirlab ketish nima esa, anglash uchun xizmat qiladigan nerv hujayralari normal odamlarga qaraganda a'loning chiqulak ekan. Endi bizning miyamizning sig'imi, men dedim, necha trillion neyronlar bor. Bular birlashib, sig'im qilib, uchurlarni qabul qilish to'g'ri kelib qolsa, 2.5 petabayt. Megabayt emas, gigabayt emas, gigabayt emas, petabayt. Petabaytga bizning telefonimizda mancha m sig'imliqni, mancha g sig'imliqni ba'duq deydi, shunga o'xshash bir xil uchur sig'imining bir birligi bu 2.5 petabayt degan bekchiq sig'im bu. Bunday aytgan vaqtda 3 million soat televizor ko'rsanglar, 3 million soat. Bütün aç televizorning mazmunlari yig'sak 2.5 petabayt bo'ldi. Demak, bu degan bir g'oyat zo'r uchur. Demak, mingimizga 3 million soatlik televizorning mazmuni sig'adi degan gap. Hamda odam mingiz ashunda qudratli bo'lsa, u nimish qamishlan qilib ketolmaydi. Esingda bo'lsin, bu men da'vatgan nerv hujayralari odatda mana biz ming desek, men da'vatgan nerv hujayralari necha trillion nerv hujayralari odatda bu potensial olib turdi. Bu potensial olib turdi degan nima desa, bu kuchpa. Kuchpa tirik bular. Hammasi tirik. Ishlayman deb turdi, men deb turdi. Ammo buni ishi yo'q. So'ng bu mundoq qilgan vaqtda bir xil uxloqliq olib turdi. Hamda biz bir aqlli odam bilan aqlli odamlar qandoq bo'ldiysa, bularning mushu mingisdagi nerv hujayralari o'g'aq holatda bir-birisi bilan sinaps yasab yo'l shakllantirdi. Bunda olgan nima desa, bu xuddi mayada orliq bo'lmagandan keyin uchurlar nihoyat tiz. Shunga aqlli odamlarning bularni jiqroqmi shundoq nerv hujayralari qo'zg'alib, mingisdagi nerv hujayralari jiq odamlarning ming surmatisi ko'proq bo'ldi. Bunda aytganda siziq jiqiga ketadigan gap. Eriqlar. Shunga bu yerda hammadamning aqlli qo'lmasini emas, hammadamda bor bu ishlar. Asosiyat hammadamda yetidi bu. Men o'xshash yushurun aqlliq, 11 yushurun aqlliq, bu yushurun aqlliq, ammo bu yerdagi yushurun degan nimasi, ularning nerv hujayralari qo'zg'almagan. So'ng ba'zi odamlar aqlli ko'rindi, ba'zi odamlar ular qaraganda aql ko'rsatdi bir qadar tuban bo'lgan gap. Endi bizning yangi narsalarni o'rganishimiz sabab nima? Men bir qatam bir o'rta maktab berib, ulardan shu nurg'un narsalarni o'rganisizlar, shu o'rganishning nima sababini bilamsizlar desam, ko'pinchisi buning to'g'ri sababini bilmaydi. Bularning ko'pinchisining kallasi kelgan birinchi inkas nimasi shu imtihon berish, imtihon o'tish. Buni xatodaklik bo'lmaydi. Chunki u imtihon o'tgandan keyin o'zining qiziqish bo'yicha o'zining o'rta maktabda o'rgangan bilimlarini taxamon yuqoritadigan gap. Ammo
Bu yerda bizning bir narsa o'rganishimizning yana bir muhim sababi bor. Buni cho'qim bilish kerak. U bo'lsin nima? Masalan biz bir fizik ximiya o'rgandik. Bu fizik ximiya o'rgangan vaqtda odam mingisi nima bo'ldi desa, u narsa hal qilinmaydi. Bu xuddi masalan bir ig'ir narsa bor. Men bu ig'ir narsa ko'tarib baqdim endi. Buni ko'tarib baqqandan keyin men ko'taramadim. Ko'taramagandan nima ish qilmasman? 3 odam chaqirib kelma. Ey adash, maka deymi? To'yatimiz birlashib buni ko'tarib ketalaymiz. Demak, nerv hujaylarini qo'zg'atish shunga o'xshaydi. Demak, odam ma'lum bir yangi narsani o'rganganda, uni shu vaqt bilmadi. Bilmagandan keyin biz xo'shlab ketishimiz kerak. Biz bilmadik deganga xuddi o'rindiqni ko'taramadik deganlik. O'rindiqni ko'taramadim, men 4 odamni yoki 5 odamni chaqirgandek, mening nerv hujaylarimi o'zi yolg'iz oldi qilolmagan narsaga atrofdagi nerv hujaylarini chaqirdi. Men qilolmadim, kelinglar dedi. Demak, bu yerdagi uxloqlik, ammo harakat qilish uchun, xizmat qilish uchun tayyor turgan nerv hujaylari qanday qildi desa, ma'valaqa ojiz kelib qolganlarga qo'lini berib, sinab yasab, bu bir tal narsa 4-5 ulab kuchlangan gap. Bu kuchlangandan keyin xuddi to'yatimiz o'rindiqni yo'tkab chiqatdik. Demak, men yerda 3 o'tiradigan odamni qo'pirib etdim deganlik. Endi bizga o'xshamaydigan emas, men 3 odamni qo'pirib etdim. Endi o'rindiq ustida yo'tkadigan ish bo'lmadi. Ular yana o'tirib olishi mumkin, ammo nerv hujaylar unda qolmasa. U o'rindiqni ko'tarish uchun 3 odamni qo'pirib etdim. Endi bu qo'pqan peti bular nima ish qilmas, o'tirib olmaydi. Bular endi nimasi to'xtamay qildigan ish izlaydi. Bu deganlik ximiya o'rganib, ximiya usti bir bola, bir qiz bolani deylik, masalan. Bu ximiya usti ketdi. Bu ximiyani nima qanday ushlab ketdi desa, murakkab narsa yo'liqdi. Uni o'rganish jarayoni bilan nerv hujayra jiqib ketdi. Keyin ximiyani o'rganmagan taqdirdami, ximiya orqali tirilib ketgan, ximiya orqali o'rnida turib ketgan nerv hujayralari bu qizning har qanday bir ish qilishida. U keyin tomoq yesimi normal ayni vaqtda ximiyani yaxshi o'qimagan qargan u yaxshiroq tiz o'rgandi. Hatto kishilik munosabat, hatto muhabbatim nima desa, nurg'un narsani tushunish iqtidori normal odamnikidan kuchli bo'lib ketadi. Chunki ayni vaqtda ximiya orqali uning keyingi turmushlar munosabatsiz bo'lgan, bevosita munosabat yo'q bo'lgan taqdirdami, shu ximiya orqali qo'pab ketgan nerv hujayralari uning hamma turmushi ishlaydigan. Biz shuning uchun o'rganamiz. Biz shuning uchun biz o'rta maktab bo'lsin, boshlang'ich maktabda shu biz tayyor turgan, o'lmagan, uxlab turgan, o'tirib turgan, ammo xizmat bo'z qilaman deb turgan nerv hujayralarini qo'zg'atgan gap. Mana bu nimasi bizning nurg'un narsalarni o'rganishimizning asosiy sababi. Demak, bu yerda bir xulosani chiqarib bo'ldi. Bu bo'lsin nimasi? Odam miyasidagi necha trillionlagan nervlar hamma odamnikida asosiyatga o'xshaydi. Demak, hamma odam amaliyotda yursin aqlli. Odam nada mag'lub bo'ldi desa, odam dal aqlda mag'lub bo'lmaydi. Balki o'rganish usulida mag'lub bo'ldi. Ba'zi odamlar hayot shu yashash jarayonida har xil shaklda yoki sinab beqish yoki ma'lum odamning yo'l ko'rsatish ostida unumli bo'lgan o'rganish usulini topib olgan. Demak, bizning farqimiz nimasi aqlda bo'lmasdan, balki o'rganish usulimizda. Shunga bugungi darsimizda biz 5 xil intayin muhim bo'lgan, unumli bo'lgan, tajribadan o'tgan, ham mening shaxsiy kechirmishimdan o'tgan, sinoqlarda o'tgan 5 xil o'rganish usulini tunishtirib o'taman. Sizlarga birinchi bo'lib tunishtirgan o'rganish usuli Pomodoro texnikasi. Bu 1992-yili Fransisko degan bir adam tarafidan ijod qilingan. Bu texnika nayt oddiy. Ammo buning unumi ajoyib zo'r. Nurg'unlagan shu sho'ba deb qo'yamiz. Bular asosiyatan mushkul texnika ishlatadi. Men bu xil texnika bilan shu oliy maktabning 1-yilligida tanishgan. Men tibbiy maktabda, tibbiy universitetda o'qiyotgan vaqtimda biz ximiya darsi o'tdik. Bu ximiya darsida bir formula bor. Bu formulaning ismi Shaoliang dosi deydi. Shaoliang dosi. Shaoliang dosi degan nimasi? Bu formulada ma'lum bir ximiyalik tarkibni, masalan 10 gram desak, buni 5 gramdan 2 qatim sog'gandan keyingi mahsulot bilan 2 gramdan 5 qatim sog'ganlik mahsulot o'xshamaydi. Amaliyotda yig'saq o'xshash 2 gramdan 5 qatim solsaqmi 10 gram.
5 gramda 2 qatim salsaqmı 10 gram. O'xshash mahsulot solamiz, ammo birsida 5 gramdan ana 2 qatim solamiz. Yan birisi desa 2 gramdan 5 qatim solamiz. Bu formula dаңlıq formula bo'lib, bu formulani biz Shaoling do'si deymiz. Bu formula qilgandan keyin nurg'un sanoat shirkatlarida necha million, necha trillion foyda kelgan. Chunki mayli tumi tavlash bo'lsin yoki ma'lumot ishlab chiqarish bo'lsin, mush formula orqali nurg'un tanaqqini tijgan. Chunki uningda miqdor o'xshash, ammo selish usuli o'xshamaydi. Endi Pomodoro texnikasini o'rganish qanday bog'laymiz? Odatda biz shu har qanday narsaga diqqatni yig'sa, zo'r unum beradiganligini bilamiz. Ammo diqqat yig'ish intayin tez bo'lgan ish. Chunki biz har qanday diqqat yig'aman deb o'ylagan vaqtda mingimiz bundan qarshilik bildirib, diqqat chechishni tirishadi. Chunki har qanday biz diqqat yig'ishdan boshlagan amon mingimiz bizni o'zimiz o'ylab boqmagan, isimiz kelmagan narsalarga diqqatimizni chechitdi, cho'mon uyqumizni keltirdi. Shunga bundaq bir xil mingining qarshilishiga taqobil turish uchun Pomodoro texnikasi chiqqan. Pomodoro texnikasi qanday desa, dal Shaoling do'si texnikasidan foydalangan bo'lib, biz o'rganish vaqtimizni 20 minutdan 25 minutga tashlaymiz. Chunki 20 minutdan 25 minutgacha odamning ma'lum narsaga bo'lgan diqqat yig'ishi eng yuqori holatga bordi. Ya'ni buning konkret usuli bunday. Biz soatimizni mayli o'rganish qilaylik, xizmat qilaylik, ma'lumot tadqiq qilaylik. Bu vaqtda birinchi ulab qilganimiz bizning diqqatimiz chekadigan barliq narsani itish, telefon, televizor, ovoz qatorliq narsani butunlay taqib Andan soatimizni 20 minutdan 25 minutga tashlaymiz. Dastlabda 20 minutdan so'ng bo'ldi, keyin 25 minut. Buni oshirib bo'lmaydi, kamaytirish bo'lmaydi. 20-25. Andan keyin biz shu butun diqqatimiz bilan o'zimiz qilmoqchi bo'lgan yoki o'rganmoqchi bo'lgan narsaga vaqt sarf qilamiz. Andan keyin 25 bo'lgan soatimiz sayraydi. Sayragan ammo chuqum to'xtatamiz. Qiziqib kelsanglar to'xtatsizlar, bek o'rganish qoldirib kelsang chuqum to'xtatish kerak. To'xtatib 5 minutdan 6 minutgacha. Mening ham ideal vaqtim 6 minut. 6 minut o'zing xohlagan nima ish qilgan kelsa, telefoningiz kelsa, telefoningizni talaq chiqsa, yotgan kelsa, yotsizlar. Nima ish qilgan kelsa, chuqum 6 minutda aqlvatqashdan ayrim bir ish qilsizlar. Andan keyin 6 minut to'shqanda yana biz ikkinchi aylanma o'timiz. Mush bo'yicha 4 qatim. 4 aylanmada 6 minutdan dam olamiz, qolgan vaqt 20 minut, 25 minut qolgan vaqtimiz imkonsiz. Shundaganda biz 1,5 soat vaqt bir aylan mazgil bo'ldi. Bu 1,5 soat tutgandan keyin biz 20 minutdan 30 minutgacha boshqa ish qilamiz. Undan keyin yana o'rganish muhitiga kiramiz. Demak, kunda siz faqat 3 qatimla. Ya'ni 4 Pomodoro bir aylan bo'lsa, mush aylanmadan 3 qatim, aytgach 4 soat. Agar siz buni bir haftalama, bir haftadan 10 kunga sinab baxsanlar, buning ajoyib o'zingizga meyron qiladigan natija. O'zingizning o'rganish bo'lsin, xizmat bo'lsin, buning unimining o'zing o'ylagandan adam ishonchsiz darajada o'rlaganligini his qilsizlar. Mana bu nima esa bugun sizlarga tunishtirgan birinchi Pomodoro texnikasi. Ikkinchi tunishtirgan texnika qilish orqali o'rganish. Endi menga vazn o'rganib hozircha yedimiganga taxminan bir 20 yil bo'lgandi. Az bo'lgandi. Ko'p bo'lgan 25 yil bo'lgandi. Biz ko'pinchimiz kichik vaqtimizda vazn o'rgangan. O'rgangan vaqt shunda ta'sir o'rganamiz. Ammo hech kim vazn o'rgangan vaqtda nazariyani o'rganib ketmaydi. Asosiyatdan birisi ko'rsib turdi, shuni ko'rib ondan chiqib boqamiz, oqimizdan birisi tutib turdi. Qo'yib turdi, tamg'i birini usimiz. Andagi ikkini usimiz. 3-qatim tormoz tushungunimiz. Andan keyin qarib o'rganib ketamiz. Hozir qadar men bir odamning vazifasini undaq tadqiq qilib o'rganganini ko'rib boqmadim. Endi shu 20 yil burun o'rgandik, uning yog'may deb boqmadim. Ammo men unutib qolmadim. Meni hech kimda vazifani meni shu unutib qoldim degan tuyg'u yo'q. Hammamizning esida bor. Chunki uni biz ishlatgan badnimiz uning avtomatik singib ketgan. Demak, bu qo'l tiqib harakat orqali o'rgangan narsalar odamning azoyib esida qoldi. Bunun bir yumor var mı?
birina dаңлық suv uchun tadqiq qilgan bir doktor var ekan. Bu degan o'qib magistr olab, magistrlikdan doktorlab, doktorlikdan postdoktor bo'lib ketdi. Endi bu shundaq yuqori saviyada o'rganib ketdi-da nazariyasi. Endi kim bu o'ylabdi, endi men bu saviyamda erqo'stanglarda uzib qo'ymay, o'qganda uzishga mos keldi mening hozirgi bilimim. Deb shu dengiz sekreplar chiqamabdi dengizda ikkinchi. Endi bu yerda u so'zishni hamma narsalar nazariyat o'rgangan bilan odam badinani qilib boqmag'achqa u yana o'rganmagan hisoblandi. Shunga biz qo'l tiqib qilish orqali o'rganishni eng kuchli o'rganish deymiz. Undan so'ng mingimizdan biz uchurlarni as saqlash ixtiyori qarab boqaylik. Odatda o'qigan narsalarning 10% esingizda qoldi. O'qib biz esimizda qolgan narsalar 10% bo'ldi. Endi anglab ko'rib esimizda qilgan narsalarning 20% esimizda qoldi. 20%. Mening masalan balam shundaq davlat tili uslab ketdi. Buni uslab ketish nereden keldi desa, bu yesli kirishdan buril uslab ketdi. Nimish qolsa o'yliq. Guangtochang deb qo'yamiz-ku, shuni ko'rib, anglaverib, yesli kirishdan buril uslab ketdi, misol. Onun ustiga balalarning kichik vaqtida til o'rganganda 2000 sema o'ng tarafdan so'l biroq ishlaydi. Cho'ng bo'lgandan keyin cho desa, u cho'nglining odatda sal ters o'rganishi menga qanday qutublashib ketib, birla mingisining yarimlam o'rganish ishlaydi. Shunga kichiklarning bir narsa o'rganish bir kuch qo'llangan. Endi 50% cho desa, 50% birada mani qilib bersa. Birada mesela vazifni minib bersa, isimizni qoldigan 50% bo'ldi. Shon tan tarbiya olsin, muzika bo'lsin, shaxsiy o'qitish taklif qilish bir qadar yaxshi ish. Chunki uni qilib bergandan keyin uni qilib bizning isimiz qoldi 50%. Mashq orqali cho'z 70%. Qilish orqali cho'z 90%. Qilgan narsaning isimizda qilish nisbati bek yuqorildi, 90% bo'ldi. Til o'rganishmi shu, muzika o'rganishmi shu, tan tarbiyami shu. Ammo men bu so'zlayotganda ba'zi o'rta maktab o'quvchilari bo'lishi mumkin, yoki oliy maktab o'quvchilari. Andaq narsani qilib o'rganamiz. Endi biz o'rgangan narsa jo'g'rafiya, biologiya, fizik, ximiya, buni qanday qilib o'rganamiz? Tan tarbiyani qilib o'rganib ketadi. Ammo bu narsalarni-chi? Endi ulargiz bugun fizikadan bir darsni o'qiblar, o'yga berib hamda to'kula aplashmaydi. Ya ximiyani men o'rganib bilam, onasi tamoq yeyotgan bo'lsa, onun tarkib qismini ximiya solanmaydi. Unda ular qanday qilish kerak? Bunun usuli var. Mening shu meyl boshlang'ich bo'lsin, o'rta maktab, oliy maktab bolalarning bu xil nazariy shakldagi narsalarni o'rganish uchun bularning bu ishni qilib saqlashning eng yaxshi usuli nimasi? O'rgatish kerak. Men ayni vaqtda, garchi bu texnikani keyin bilgan bo'lsam-mu, ayni vaqtda men shu to'liq 2 va 3-yillik vaqtlarimda men bu usulni ishlatdim. Men boshqalar bilan o'rgatishga shunda amroqdim. Chunki ashlar o'rgatish jarayonida o'rganib ketdim. Chunki siz ma'lum bir misolni o'rganib boshqalarga tushuntirish jarayonida mayli daskaga qilsang, mayli qog'ozda tushuntirish jarayonida uning o'rgatgan amal u sizning bilimingizga aylanib ketadi. Shunga mening shu o'quvchilarga bergan taklifim o'rgangan narsani shu masalani tushunmagan bolalarga aktivlik bilan tushuntirish. Mayli o'sin oqsoqol desin yoki bilaman desin, bu muhim emas. Muhim nimasi natija. Muhim kishilarning bizga bergan bahosi emas. Muhim nimasi bizning shu ishni qilib o'zimizga foydali bo'lgan natija chiqarish. Menimcha bu xil o'rgatgan deyishim uningga nachar baho bermaydi. Chunki qarshi tarafni o'rganib oldi, siz o'rgatisizlar, u ozroq o'rgandi, sizlar cho'dsa haqiqiy bu xil masalalarni o'rgatish jarayonida haqiqiy o'rganisizlar. Mana bu nimasi qilish orqali o'rganish. Aqlliq. Nurg'un odam shu aqlliq otilishni bek yaxshi ko'rdi. Aqlliq degan tuyg'uni shunday yaxshi ko'rdi. Boshqaning aqlliq deb o'ylashini ajoyib yaxshi ko'rdi. Hatto aqlliq deb otilish uchun nurg'un baddatlaydi. Hatto aqlliq degan tuyg'uni saqlab qolish uchun mag'lub bo'ladi. Aqlliq degan nima? Masalan bir bola men o'tganda bir sinfda bolalardan so'radim.
Sınlanışmışı imtihana tayyorlik qilib o'tanmaga yaxshimi yoki tayyorlik qilib o'tanmaga yaxshimi? Desem 90% bu yerda tayyorlik qilib o'tanmagan qaraganda tayyorlik qilmay o'tanmaganni yaxshi deb qaraydi. Demisizmi? Bas. Chunki tayyorlik qilib o'tanmasa, uningda bir xil aqlliq degan tuyg'un yo'qdi-da. O'zini do'tdak his qildi. Ham tayyorlik qilmay o'tanmaschi desa, uning bu imtihonda o'tanmasligi do'tlikdan bo'lmasdan, balki o'rganish qilmaganlikdan bo'ldi. Demak, uning aslida saqlab qolmoqchi bo'lgan aqllilik tuyg'usiga ta'sir qilmaydigan gap. Bu xil yushirin ongdagi bir xil tanlashmi ba'zi bolalarning nemishqa o'rganish qilmasligi, ba'zi bolalarning nemishqa maktab berish xohlamaydiganligining sababi. Chunki u o'rganish qilmaslik orqali, maktab bormaslik orqali keyin imtihonni o'tamasimi o'zining bir xillik, asli aqlliq. Faqat shu maktab bormaganlik uchun, dars tayyorlik qilmaganlik uchun o'tamaganlikni iborat bir sabab orqali o'zining o'tamaslik tuyg'usini saqlab qolmoqchi. Bu to'g'risida olimlar mundaq bir sinoqni ishlagan. Bir guruh bolalarni ikkiga bo'lgan 30 dan. Ayrim-ayrim sinfga bo'lib o'tgan bo'ladi. Andan keyin psixologlar ikki sinfga kirib o'xshash bir matematika misolini dasturga yozgan va bolalarga bolalar ma misolni ishlanglar degan. A sinfdagi bolalarmi ishlagan, ma sinfdagi bolalarmi ishlagan. U 30 bolalarmi ishlagan, bu 30 bolalarmi ishlagan. Ammo bular bir-birini bilmaydi. Ammo psixologlar bular ishlab bo'lgandan keyin bu ikki turdagi bolalarni o'xshagan usulda maqtagan. A guruhdagi bolalarni voymish ishlardinglar, bek aqlli ekansan deb maqtagan. B guruhdagi bolalarni voymish ishlardinglar, bek tirishchan ekansan deb maqtagan. Uningdan keyin darhol u misolni o'chirib bitib, keyin bir misolni yozgan. Qiyin emas bir misol. A guruhidagilarga aqlli ekansan deb maqtagan guruhga psixologlar bu qatim nima degan desa, bolalar masal ta'sir ekanda. İşligingli bo'lsa, ishlanglar xolab. Ishligingli bo'lmas mayli degan. B guruhidagi tirishchan deb maqtagan bolalarga psixologlar o'xshash gap orqali, ya'ni ishligingli bo'lsa, ishlanglar, ishligingli bo'lmas mayli jima bolalar ham deb qo'yib chiqatgan. Natijada A guruhidagi, A sinfga bo'lingan bolalarning 80% ishlamagan, ara 20% bu misolni ishlagan. D guruhidagilarning cho'sa 80% ishlagan, 20% ishlamagan. Endi mush nuqtaga kelganda nima ish qilib, siz aqlli, bek aqlli ekansan deb maqtagan bolalarning 80% buni ishlamaydi. Men buni jiqiyada so'g'an vaqtda Nurg'adamning inkosi nima bo'ldi desa, chunki hali aqlli deb maqtagandan keyin biz aqlli bo'lganki ishlamasak bo'ladi deb shuni ishlamadi dedi. Amaliyat unda emas. Bu aqlli deb maqtagan bolalarning 80% ning ishlamaslik sababi nima esa, u osh narsani ishlayolmay, aqlli deganlar tuyg'udan mahrum qilishni ansiraydi. Shunga kichik vaqtida bolalarni aqlli deb maqtagan vaqtda, cho'ng vaqtida, cho'ng bo'lgan sir bu o'zi bilmaydigan narsalardan yiroqlashni, o'zi qilolmaydigan narsalarni qilmaslik tashidi. Chunki u o'zidagi bir xil aqlli men degan tuyg'udan mahrum qilishdan ansiraydigan gap. Shunga bu bolalarning ko'pincha kichik vaqt aqlli bo'lsa-mu, cho'ng bo'lganda bo'lsa mag'lub bo'lish sababi shu. Aqlli degan nima? Zat aqlli degan nima deb qaraymiz? Qanday odam aqlli? Men sizga bugun hozir tunishtirmoqchi bo'lgan 3-chi o'rganish usuli bo'lsa, mag'lubiyat jilg'isi. %90% odam dal mag'lubiyat jilg'isini o'tamaganlik uchun mag'lub bo'ldi. Faqat 20% odamlar mag'lubiyat jilg'isini o'talaydi. Bu mag'lubiyat jilg'isini o'talaydigan aqlli odamlar. Ammo bu yerdagi aqlliq siz o'ylagan sizning qallangizdagi o'zingiz ta'bir bergan aqlliq emas. Undasa bu 20% mag'lubiyat jilg'isini o'talaydigan aqlli odamlar qanday? Ayak 80% bu mag'lubiyat jilg'isini o'tamaydigan yolg'on aqlli kishilar qanday? Undasa mag'lubiyat jilg'isi degan nima? Biz buni bir ko'rib boqaylik daskada. Mavo x o'q
natijaga vakillik qiladi. Ma Y o'q tirishchanlik vakillik qildi. Ham bu yerdagi mag'lubiyat jilg'isi nimani ko'rsatdi deganda, har qanday bir odam bir yangi narsa o'rganganda bek tez o'rganib ketadi. Shu hamma odam o'zini aqlli o'ylab bilishning sababim shu, ha. Chunki bir narsani o'rgandi, ilgirlashni tez bo'ladi. Tirishchanlik tik siziqdan natija chiqardi. Biz mana nuqtani she'rnay bosqichi deymiz. She'rnay bosqichi. Demak, har qanday odam bir narsani sinagan vaqtda, yangi o'rgangan vaqtda mana shundaq tiz, mana tirishchanlik, mana natija tez suratda bo'ldi. Shuni ba'zi odamlarning xumalab qo'yishning sababi shu. Har qanday bir odam yangi o'ynagan vaqtda ta'likka qoldi, ustida. O 5-6 yil bo'lganini ko'z qilmaydigan gap. O 5-6 yil aram shunchalik bo'pti, men 2 oyda manchalik o'rganib ketdim, manda uslab ketdim debla o'ylab o'zini aqlli qo'yib oldi. Biz buni she'rnay bosqichi deymiz. Undan keyin biz da'vatgan mag'lubiyat jilg'isiga kelib qoldi. Demek, siz dastlabda mana shunchalik ma'siz, ammo keyinchi bo'lsa tirishchanlik qilgansiz saviya chiqib ketadi. Saviya o'smaydi emas, saviya chiqib ketadi. Burun texnika qila oladigan natijalaringiz mi chiqib ketadi. Bu bosqichga kelgancha bo'lsa, men bayat degandek az bir qilsa madam mayagicha tirishib baqidi, natija chiqmaydi, tirishib baq natija chiqmaydi, tirishib baq natija chiqmaydi, tirishib baq natija chiqmaydi. Biz bunu mag'lubiyat jilg'isi deymiz. Chunki bu vaqtda odam o'zini dötdek his qilib oldi. Insonda bo'lsin, odam o'zini dötdek his qiladigan hamma narsadan qochadi. Bu bizdan aqlliq bo'lish uchun, aqlliq deb atalish uchun to'ygan eng cho'ng badalimiz. Ahmoqon badal. Ahmoqon badal. Hamda inta az bir qism odam cho'dsa, bir o'z ularning irodasi intayin kuchli. Bir o'z bu qoidani tushunmaydi. Agar bu qoidani tushunsa, irodingiz kuchli bo'lmagan taqdirdami, siz buni davomlashtirasiz. Agar bu qoidani tushunmasangiz, siz chuqur iroda bo'lish kerak. Iroda degan ojiz narsa. Iroda tayinib boshlig'il bo'ldi, oxirlashda bo'lmaydi. Shunga biz mingimizning bu xil aloyidligini, ya'ni bu xil qonuniyatni tushunib olgan vaqtimizda biz oldin tayyorlik bo'ldi. Natija shu degan vaqtda dal aloqat jilg'isi kelgan vaqt davomlashtirasiz. Bu vaqtda o'tib ketganda bu yana o'rlaydi bu. Muhabbet shunga o'xshaydi. Oila shunga o'xshaydi. Har qanday oila mayli ular bir-birini qanchalik yaxshi ko'rishdan qat nazar aloqa jilg'isi kirib qoldi. Munosabatni o'ngshayman degan sir o'ngshaymaydi. Mushalqdan o'tmak bektas. Shunga biz aqlliq deganga yaxshi bir ta'bir berishimiz kerak. Men bayatdan aqlliq degan nima deb savol qo'ydim. Aqlliq degan nima? Aqlliq deganimiz isonda bo'lsin, ma'lum narsani qilib izchil davomlashtirish jarayonida mag'lubiyat jilg'isiga kelganda o'zini dötdek his qilgandimi, yanada buningga bosh egmay davomlashtira olgan odamni aqlliq deymiz. Ular rosa aqlliq kishilar. Herkes o bağın siziqlar o'rlaydiganlar emas. Yoki u siz qaraganda bir narsani tiziqla oladiganlar emas. Aqlliq odam bilan döt odamning farqi dal nimasi? Aloqat jilg'isi tutgan pozitsiya. Demak, mayli siz bir o'rta maktab o'quvchisi bo'ling, yoki boshlang'ich maktab o'quvchisi bo'ling, va ya xizmat qiling, yoki tantarbiya havaskori bo'ling, yoki muzikant bo'ling, mush qoida alayda qilish kerak. Shunga bizning natijamiz o'rlaydi,
Ammo tirishchanligimiz bilan butunlay o'ngdan nasib etmasa, bu hargiz menda holatda bo'lmaydi. Shunda tirishchanlik ko'rsatsam, natija chiqadigan vaqtlar bor. Mana shu vaqt eng xatarlik, eng sinadigan vaqt. Shuna buni ko'rgan har bir ko'rmanning mag'lubiyat jilg'asiga to'g'ri bu siyos bo'lishini chindan umid qilaman. To'rtinchi so'zlaydigan o'rganish usuli satrak chivinni avval yeyish. Hamda bu o'zim chiqib turdi, ham balkim shu ikki oldik nurga odam hayron qilish mumkin. Satrak chivinni avval yeyish degan nima? O'rganish qilish uchun chivin yemdi qanday deydi. Bu undash emas, men buni bir qatam shu bir o'rta maktabda o'quvchilarga shu o'rganish to'g'risida so'zlaganda keltirgan bir misol. Men u vaqtda 3 balani qo'pirab ular dedim. Ma'qulamda bir nayt sat yo'g'on chivin bor. Ma'qulamda kichikroq nisbatan chiroyli bir chivin bor. Agar mushkilisin tang yeysan desam, tanlash yo'q, hargiz manish yoki anish emas. Tang yeysan, chuqum yeysan ishkin desam, sen qaysini avval yeysan? Mundash bayqan qaysini avval yeysang, sal ishlar o'ng'ay bo'ladi. Qaysini avval yeysang, sal tasdiq yeysan deb savol qo'ydi. Natija bo'lib o'ylangandan keyin satrak chivinni tanladi. Demişim to'g'ri, chunki satrak chivin makrakdan show bo'ldi. Makrak bearam qildi. Siz makrak bearam bo'lib bo'lgandan keyin o kichik chivin sizga bir xil portdek tetib ketmasimi? Aning aniyib o'tkeldi o'tib ketgandikin bir qadar o'ng'aylashtirgan gap. Mana bu nima desa, satrak chivin avval yeyish. Hamda bu kunlik turmushimizda yoki o'rganishda nimaga ishlatildi desa, unda bo'lsa sen ikki fanni o'rganmoqchi, birisi qiyroq, birisi o'ng'ayroq yoki sang nisbatan birisi qiyroq, birisi o'ng'ayroq. Qaysini avval o'rgansa? Nurg'un o'quvchilar qarab baxsam, o'ng'ayni tanlaydi ekan. Chunki bizning mingimiz hardwire deymiz. To'mala o'ng'ay narsalarga o'zimizning rohat balbig'iga bizni ishtirdi. Nurg'un odamlarning to'yanjang deymiz-ku, qanday. Ishlarni oqib tortish keslimi mushundan kelgan. Chunki qilmaslik doim qilish qaraganda odam rohat qiladi. Masalan, etdiganda qo'pish yaxshi ish. Ammo etdiganda qo'pmaslik ham bir yaxshi bo'lgan o'xshash. Shu bizning qo'pash qaraganda qo'pmaslikni mingimiz tortib turdi, diqqatimizni saqlab. Şu an nurg'un bolalar o'zi bildigan pallarni jiqroq o'rganish sarf qiladi. Bu orqali o'zi bilmaydigan qiyroq narsadan qochadi. Ammo bu eng oxir natijada bizga ziyonli. Shunga agar siz boshqa odamlarga o'xshash normal odam bo'lsangiz, uxlab qopgandan keyingi et degandagi vaqtda insonning mingisi eng kuchli, irosi eng mustahkam, energiyasi eng yuqori. Mana shu vaqtda biz eng qiyinni qilishimiz kerak. Siz eng qiyin narsani qilib o'tgandan keyin qolgan narsalar bo'lsa, sizga haddan ziyod o'ng'ay tuyuladi. Buni badan chiniqtirganlar, bulapmalik eg'irlik ko'tarib chiniqtirganlar jiq bo'ladi. Nurg'un eg'irlik ko'targanlar tunji qatam masalan 10 kiloni ko'targan bo'lsa, u asli 10 kiloni ko'tarib mashq qildigan odam u. Ammo bu keliblam 10 kiloni ko'tarib mashq qilmaydi. U badanni yaxshi qizitib o'tgandan keyin 15 ga bir chiqib yetib, nak tirishib 15 ga bir chiqib o'tgandan keyin 10 kiloni ko'tarsa shundoq yenik tuyuladi. Amaliyot eg'irlik o'zgarmaydi, ammo odam badanining tayyorlik nuqtasi ko'tarilib ketadi-da 10 kilo darhol yenik tuyuladigan gap. O'xshash prinsip bilan nimasi? Bizmi o'rganish qilgan vaqt, xizmat qilgan vaqtda biz cho'qim qiyinni avval qilishimiz kerak. Qiyinni qilib bo'lgandan keyin o'zingizdan bir xil o'zingizga ishonch yuqorilab ketadi. Ham keyingi ishlar yoki keyingi qildigan xizmatinglar nechasi sizlarga rohat tuyulib ketadi. Mana bu nima desa, satrak chivinni avval yeyish texnikasi. Bizda sog'lom tanda sog'lom aql degan bir gap bor. Bu gap baqadan chiqib qolmaydi. Baqadan bir gaplar unda
davrdan davrga unda qaqanmaydi. Sağlam tanda sağlam aql. Odam menisimizning badnimizning bir qismi. Şuna bizning shu tan sağlamligimiz bizning aql bilimimizni ko'taradi. Buning ichida eng muhim bo'lgan narsa uyqu. Uyqu odam organizmlarining kuch-quvvatga erishadigan bir bosqich. Bo'libmi menga. Bizning mingimiz o'yg'oq vaqtlarda uchi sumirda ama retlamaydi. Bu xuddi bir naç sodisi eqib ketgan milishmanlar dukkanning adimi hamma elib uning pulini oldi, bu pulni oladi, hargiz bu pulni elish jarayonida retlamaydi. Uni saldi, mayaqini saldi, oyoqni siliyog'im saldi. Va hargiz bergan pulni retlab qancha pulda sanab yurmaydi. Muştunga o'xshash u kunduzda nurg'un uchurlarni to'playdi, ammo uxlaganda xuddilik milishmanlar dukkanning lobini qaytqa daldirmay, retlab mo'chin, pon, ko'yni qo'y. 10 coin, 100 coin retlab, manchi pul bo'libdi deb hisobot qilgandek, menga uchurlarni retlaydi. Ya'ni nachar narsalarni, endi pul elish jarayonida nurg'un aqli chavanimiz yig'ib oladi, qog'ozlar oladi, u bu bo'ldi, meni taraq turib narsani hammani tozlagandek, menga uyqu vaqt tozlaydi. Menga yetarli uyqu olmaganda bu uchurlar retlanmaydi. Uchurlar retlanmaganda bo'lsa, ayatsi yana uchur qabul qilish to'sqinlik uchraydi. Şuna yeterlik uyqu. In time muhim. Bo'libmi aqliy xizmat qilayotgan odamlar uchun uyqu bek muhim. Biz oliy maktabda o'qiyotganda ba'zi bolalar intamoz qilgani kechich uxlamay tayyorlik qildi. Bu eng mag'lub bo'lgan bir xil uyg'onish usuli. Balkim ular kechich bir nima qilib, ayatsi bir amallar qilib intihom etishi mumkin, ammo bu o'zini aldashdan boshqa hech nima emas. Shu yeterlik uyqu bizning uyg'onish iqtidorimizni oshirdi. Ikkinchisi badan chiniqtirish. Ham badan chiniqtirish deb hamda bu kasbiyatdan tarbiyasiga o'xsha yarim soat, 1 soat mashq qilib demaymiz. Odatda aerobik mashqlar deganimiz oksigenlik mashqlar olimlarning tadqiq qilinishicha miyaning aslish qobiliyatini eng tez suratda oshira oladi. Oksigenlik mashq degan nima desa, yugurish, vas minish, taq chiqish yoki menish. Mushlarning hammasi oksigenlik mashq kirdi. Shu kunda 15 minutdan 20 minutgacha yugurib berish. Yugurib desam hamda jenning bor yugurib tilishdak sangilab qolib yugurish emas. Unda qilib uyg'onish qiyin bo'lmaydi. Yenik darajada 10 minutdan 15 minutgacha yugurib berish. Mana bu nimasi bizning mingimizning iqtidorini, uyg'onish unimizni oshirdi. Men navbat sizlarga 5 xil usul dedim. Bu 5 xil usul amaliyotda men degan usulda qilsanglar faqat 3 oydan 6 oygacha sinfxonada yoki maktabxonada shu baqli yetish mumkin. Alilarlar. Faqat 3 oydan 6 oygacha. Maktablanmas keyin jamiyat chiqqandan keyinmi balkim menimcha sizlar bu texnikaga muhtoj bo'lishinglar mumkin. Hammangizning yaxshi natijalarni qo'lga keltirishni chin dilimdan umid qilaman. 女人要爱事业，女人要爱生活，但不能忘记爱自己。Vanke 送给每一个爱自己的女人，特别的爱献给特别的你。Vanke。